Hürmetli dostlar, mana yana bir bor Urganch vokzalidamiz. Mana hamma poyezddan hozir tushib, mana xudo xolasa Urganch shahriga keldik. Mana chiroyli Urganch shahri, mana go'zal. Mana odamlar uylariga qaytishdi. Toshkentdan Toshkent Urganch poyezdidan tushishdi mana. Hamma marhamat do'stlar, mana shunaqa. Salom, hammaga salom. Urganchdamiz xudo xolasa. Yine kim keldi? Köpelbek mana. Hozir men tushsam Köpelbek ham tushib o'tiribdi mana. Nima deysiz endi, bu baxt emasmi bu? Gap bo'lishi mumkin emas. Köpelbek assalomu alaykum do'stim, hozir ko'rishamiz. Yine Köpel do'stim. Akşam 2 kun burun syomkada tushib Suvara Spasında yine bugün yana ana görüşüp turibmiz. Çünkü Toshkentda xizmat qilib, ya bir Ortiqloyni konsertida xizmat qilib, dora chalib, sahnalarda chiqqan yigit mana. Baraka topsin. Umr uzoq bo'lsin. Alloh hamisha tanijoningiz sog' qilsin, kasal bo'lmasin hech qachon meni. Hech kim kasal bo'lmagan. Hech kim kasal bo'lmagan. Bo'lmasa keldingizmi? Ava.